Boshlab qo'yganman. Qizimiz sepiga 3 tadan 4 tadan gilam olishim kerak, lekin unga mablag'im yetmayapti degan mijozlarimiz uchun biz sizlarga arzon narxda eng sifatli gilamlar yetkazib beramiz. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun 29-aprel 2026-yil hafta kuniga payshanba. Sizlarni xursand qilish maqsadida yangi videomizni boshladik. Videoni o'tkazib yubormasdan like bosib, podpiska bosib kuzatishda davom etasizlar. Biz sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Hop, kelinimizni seplariga deb aytayotganim, hozirgi kunda endi to'y sezonlarimiz boshlanib qoldi. Mehmonxonasidan boshlaymiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ra nerealniy narxda o'ta chiroyli kassivniy gilamlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Operator jicha uzoqroqdan olasiz. Gilamlarimiz o'ta uzun bo'lganligi uchun razmerlarini aytib o'tamiz. Narxlari ancha arzon bo'ladi. Videoni o'tkazib bormasdan ko'ra manfaatli bo'ladi. Gilam olaman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, esingizdan chiqmasin. Kechagi videomizni qo'ydik. Rahmat qo'llab-quvvatlaganlarga. Faqat 200 ga yaqin ko'rilgan videomiz, lekin podpiska bo'lish soni juda ham oz. Shu tomoniga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Videoni ko'rib, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, bo'lmasa boshladik. 3,5 ga 5 metrlik gilomimiz. Sifati eng yaxshilaridan bo'ladi. Orqa to'qimalari eng zichidan. Razmerlari 3,5 ga 5. Hozirgi kunda hovli uylarimizga hadavoy bo'ladigan gilam. Mehmonxonalarni to'ldirib tushadi, kami ko'sti bo'lmaydi. Buni 10 dan oshiq gullari, 10 dan oshiq assortimentlari bor. Ranglarini o'zgartirishingiz mumkin. Dizaynlari o'ta ham chiroyli chiqqan. Bu mehmonxonalariga razmerlari o'sha aytib o'tganimdek 3,5 ga 5 bo'ladi. Hozirgi kunda eng so'nggi dizaynda ishlangan gilamimiz. Endi bunisi spaniy deymizmi yoki-da yana bitta qo'shimcha xonalariga. Bu ham uzuni 5 metrlik bo'ladi. Ya'ni 3 metrga 5 metr spaniylarga yoki yana bitta qo'shimcha xonalari yoki bir dalizlari deymizmi. Razmerlari 3 ga 5. Buni ham ondan oshiq assortimentlari bor. Ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. O'zingiz xohlagan dizaynda, o'zingiz xohlagan razmerda sifatlarini o'sha garantiyali bo'ladi. Orqalari to'qimali. Ko'pchilik aytishi mumkin bu kavrali, palosi yo'q. Orqalari 100% operator ko'rsatib o'tamiz. To'qimali bo'ladi, zich yaxshisidan bo'ladi. Hozirgi kunda Madonna gilamlar ichida eng kassivniy varianti. Firmenniy narsa, razmerlari 3 ga 5 bo'ladi. Razmerlarga ahamiyat berib o'tasizlar. Oxirida narxni aytib o'tamiz. Sizlar uchun ancha manfaatli bo'ladi. O'sha boshda aytib o'tganimdek, qimmatga gilam olish vaqtlari o'tdi. Arzonga, lekin sifati yaxshi, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Keyingi razmerimiz 3 metrlik bo'ladi. Bu yana bitta qo'shimcha xonalariga. Buni ham ikki tomondan ikki xil to'g'lanadigan har xil assortimentlari bor. Razmerlari uzuni 3 metr, eniga 2 metr. Bemalol bitta spaniylarga solsa ham bo'ladi yoki bir oshxona yoki-da o'zlariga endi qaysi bir xonalari qulay bo'lsa. Razmerlari o'sha 2 ga 3 bo'ladi. Asosiysi tashqari lestnitsalarga yoki koridorlarga deymiz. Bundan 1 metr, 2 metr bas. Narx 10 metr bo'ladi. 10 metr. Videoda o'tkazmasdan ko'rasiz. Narxlarni oxirida to'liq qilib aytib o'tamiz. Siz o'ylagandan ham arzon, narxni taxmin qilib kommentariyaga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Siz necha pul deb o'ylagandingiz. Xo'p, 3 ta gilomimiz 10 metr koridorlarga yoki lestnitsalarga daroshkamiz 10 metr bo'ladi. Buni ichida ikkita daroshkachalari ham bonus sifatida beriladi. Pulga emas, bonus sifatida beriladi. Narxi 2,250,000 so'm. 2,250,000 so'mga shu ko'rib turgan 5 ta razmeringiz bo'lyapti. Videoni o'tkazmasdan ko'rasiz. Video davom etadi. Yana yangiliklar qilamiz. Narxlarda bundan ham arzon, sifatli, garantiyali gilamlar qilib beramiz. Menga bundan ham ko'ra, misol qimmatroq bo'lsin, kassivasi eng qalin, eng zo'rlardan bo'lsin deganlar uchun keyingi videolarimizni ham o'tkazib olmasdan podpiska bosib qo'ysangiz, yana ham manfaatli video qilib beramiz. Obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi videolarda sizlar uchun yana ham manfaatli, ipay, poliesterli, paxtali, hozirgi kunda eng trend bo'layotgan bir donasi 3 million, 4 million sotilayotgan gilamlarimizni ham
shu gilomlarni narxiga yaqin qilib 3 talik setlarimizni kun davomida qo'yib boramiz. Obunachilarimiz soni o'sha 1000 ga yaqinlashgan sari xudo xolasa jonli efirlarda ham sizlarga savdolarni yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa hozir ko'rsatib o'tgan gilomlarimning hammasi Marg'ilon, Farg'ona viloyati bo'ylab dastavkalar besplatniy. Boshqa viloyatlarga xudo xolasa kelishilgan holda yetkazib beramiz. Xudo xolasa obuna bo'lib, podpiska bosib, tanishlarga yuborib qo'yish eslangizdan chiqmasin. Xudo xolasa yanada qiziqroq videolar qo'yishda davom etamiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.